Assalomu alaykum. Hurmatli aka-ukalar, charchamayapsizlarmi? Charchamasdan bahoriy kayfiyat. Dehqonni temasi ishi boshlandi, xudo xolasa. Bitta kleriyalarimiz mana. Birinchisi kirib kelyapti hosilga. Hammasi 5-6 tadan hech to'lib yurganlar. Kleriya yaxshi sort ekan, chiroyli ekan. Birinchidan savg'a umr ketganlar bor orasida bitta ikkita. Birinchi taltayib ochilganlari bular endi. Kechaga bizda qor yog'di-yu. O'shani qisman bitta ikkita olgan mana. Bu yerda bir xilda ikkita olgan. O'sha temasida yaxshi yomon emas. Chiroyli holatda. Usti mana ariqlarning ichi ham hammasi xudo xolasa kasım shunda yuradigan bo'lib turibdi ichida. Shunaqa holatda. Bugungi kunga xudo xolasa tungi haroratlarimiz biz Angliyada ham 11-12 beryapti. Kecha bugundan boshlab xudo bu yerga ketdi. Bugun ikkinchi ozg'asini berdim. Kalsiyga yaxshilab to'yintirdik. Endi SCPH'ni o'zlaring bilasiz, hamma o'zi muhitida sharoitga qarab qiladi. Bundan oldin 13-40 berdim yaxshilab bir marta chiroyli qilib. Ilzotdan dorisi orasida bir albalarimiz. Bugun ertalab, bundan 3 kun oldin yaxshilab skor sochdim. O'sha kasalligiga, profilaktika. Bugun ertalab megafon sochib yubordik, antistres, shtob stressdan chiqarish uchun. Mana buni skorga dorilarga qo'shib olsam bo'ladimi? Qo'shmadim men. Yana yaxshilab, o'sha nima aytman, yaxshilab chiroyli qilib zahlatib, chiroyli qilib oziqalik suvni berib kelyapmiz. O'sha kalsiy nitrat ketyapti bu yoqda. Sekin sharoiti bilan. Mana albionlarimiz bular. Bular albionlar xudo xolasa. Holati yaxshi, yomon. Ana endi rivojlanadi bular chiroyli bo'lib. Mana shu oziqadan keyin. Bu tomonga suv ochib qo'ydim. Pastdagi albionlarimiz. Qora materialga o'rgangan albionlar. Bu joyda bilasizlar 3 ga bo'lganmiz. Birinchi mana shu ko'chada ekan, shu 12 tariqda. Undan keyin nariga keldi. Bular yosh jihatdan kichkina. Hani bular rezultatini bu yil ko'rarchi, oldingi endi uspet qilmaganmiz. Bahorda qanaqa bo'lar ekan. Shu bular noyabrda 15larda ekilgan. Mana o'shalar uyg'onib tirilib kelyapti. Orasida hatto kamchilik yo'q, yaxshi. Oziqlantirib ko'ramiz endi. Tamam, o'sha Pan albionga bir yil massa albion. Mana shu yerdan tortib hammasi albion, ko'chatxona. Bu yoqlar hosil. Bu pikropkaga ham olamiz tamomini. Mana bular shular onasining bag'ridan uzmasdan hosil olish maqsadida qilingan. Mana bu joyimiz ham. Bu yerga narigindan keyin ekin shunda 1 bo'lyapti, 12 tariq, keyin 12 tariq 2, bu 7-8 tariq 3. Bulardan rezultat mana yaxshi yomon emas. Bir albionlarimiz mana chiroyli bo'lib kelyapti. Yaxshi, yomon emas ulardan. Shu temasi. Charchamanglar aka-ukalar, charchamanglar. Dehqonchilikka baraka bersin.